Assalomu alaykum qadrdonlar. Biz navbatdagi ishimizni ham tugatdik, xudo xolasa. Sarqo'rg'ondagi ishimiz 10 ish kunida tugatdik, xudo xolasa bu ishni. Betga ketgan tunika mahsulotlarimiz 500 kvadrat tunikaga ishlatdik. Magnit rossiyskiy 0.45 tunikadan mokriy rang. Hop, tunikamiz xudo xolasa sifati yaxshi. Strapilalarimiz 130 ta 3.2 ga 14 lik 6 metrlik strapiladan ishlatildi. 1000 metr dyumovka обрешетка ishlatildi. Bu oshxonadan chiqqan demoqot ekan, o'sha hidlarini chiqargani. Tomni ichida ham qolsa bo'lardi. Uydagilar shuni xohlashdi, chiqarib berdik. Ustiga shapka kiyib qo'yiladi. Xudo xolasa chiroyli bo'lib bitta. Bitta men hayron qolganim. Bitta tunika tom deyarli yo'q ekan. Hammasi shiferdan qilingan. Xudo xolasa bu mahallada bu tom bitta bo'ldi. Mana shu yerda bitta qizil tom ko'rdim. Qolgan hamma shifer yopilar ekan bitta. Bizniki xudo xolasa o'ta chiroyli bo'lib bu mahallada bitta bo'lib bo'lyapti. Hovli tarafdan ko'rinishimiz bu. 3 ta arka bo'ldi bu yerda. Xudo xolasa arkalarimiz ham o'ta go'zal holatda bitta. Shu arkalarimizga hammasi bo'lib 15 metr ketgan bo'lsa 10 millioncha pul ketdi mashinaga. Profil dugalari bor ichida 6 ta o'shanaqangidan buktirib kelganmiz. O'shalari bilan qo'shilib 10 millioncha ketdi. Xudo xolasa chiroyli bo'lib. Bu doppeli fasonda eng ochildigani mana shu arka bo'ladi.